osteoxondroz, grija, bo'g'imdagi og'riqlar, bular bilan ko'pchilik tanish. Bu suyaklar va mushaklar va tog'aylardagi muammolar bilan bog'liq. Siz davolanishni boshladingiz. Fizioterapiya, ukollar, dorilar ichmoqdasiz. Lekin kuchli og'riqlar sizni hech ham tark etmayapti. Qo'shimcha ravishda men sizlarga tavsiya qilaman nimalarni? Suyaklarni mustahkam bo'lishi uchun bizda vitamin D ning organizmdagi me'yori juda ham yetarli darajada bo'lishi kerak. Vitamin D3 va uning yonida K2 vitamini bo'lsa, MK7 7 ko'rinishda bo'lsa, qondagi kalsiy suyaklarga yetib boradi va suyaklaringiz mustahkam bo'ladi. Kalsiyni esa iste'mol qiling tabiiy holatda. Bu молочный, sutli mahsulotlar, pishloqlar va masalan ko'katlarda va karamda ham juda kalsiy ko'p. Yana bitta element bu magniy. Kalsiy va magniyning bir-biriga nisbati 2:1 nisbatda bo'lishi kerak. Ana shu holatda sizlarning suyaklaringiz, mushaklaringiz va asab tolalaringiz mustahkam ravishda rivojlanadi. Buni hoziroq iste'mol qilishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun siz vitamin D ning analizini topshirasiz va uning ko'rsatkichini ko'rasiz. U 60 va 70 ko'rsatkichdan past bo'lishi kerak emas. Yana bitta vitaminlar bu B guruh vitaminlari. Agar B guruh vitaminlari sizda yetishmasa, asab tolalari sizga azob berayotgan, og'riq berayotgan asab tolalaringizni tashqarisidagi miyelin qavati yemirilgan bo'ladi va bu miyelin qavatining yo'qligi sizga azob beradi. Shuning uchun ba'zida olayotgan muolajalaringiz darrov sizga yordam bermaydi. Vitamin D3 va B guruh vitaminlari B1, B6 va B12 ni asosiy davolanish jarayoniga qo'shish shart, chunki ular og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega. Bizni kanalimizga obuna bo'ling. Sizga juda ko'p foydali maslahatlar beramiz.